Qonaqlar ham zeriklar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi boshlig'i kubogin qaysi rayonda bo'ladi deb o'ylaysiz? Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi boshlig'ida Qonaqlar ham zeriklar assotsiatsiyasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi aymoqlik bo'limi hamda Yoshlar ishlar agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi bilan birgalikda Qonaq ham zerik yoshlarda qo'llab-quvvatlash, ularning talablarini yuzaga chiqarish maqsadida respublika bo'ylab Qonaqlar ham zeriklar Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi boshlig'i kubogi tanlovi o'tkaziladi. Tanlov 3 bosqichda bo'lib o'tadi. Birinchi bosqich rayon hokimligi boshlig'ida saralov bosqichi bo'lib o'tadi. Ikkinchi bosqich aymoqlik bosqich. Uchinchi bosqich respublika final bosqichi. Birinchi bosqich saralov bosqichi rayonlarda tomendagi izbezliklar bo'yicha bo'lib o'tadi. 2-mart To'rtko'l, 4-mart Yelliqqal'a, 6-mart Beruniy, 7-mart Amudaryo, 9-mart Mo'ynoq, 11-mart Qo'ng'irot, 13-mart Qalliqo'l, 14-mart Sho'maray rayoni. O'rtada ikkita Navro'zda demal bo'lamiz. Navro'z bayramidan keyin orqa rayonlarga o'tamiz. 3-aprel Taxtako'pir rayoni, 7-aprel Qario'zek, 9-aprel Shimbay, 11-aprel Kigili, 14-aprel Bo'zatov, 16-aprel Xo'jayli, 17-aprel Taxetash, 18-aprel Nukus rayoni hamda 19-aprel kuni Nukus qal'asida saralov bosqichlari bo'lib o'tadi. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasida birinchi marta sho'kilmastirib o'tirgan Qonaqlar ham zeriklar Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi boshlig'i kubogin kim birinchi jang bo'ladi? Ko'ramiz. Ko'ramiz.